Logos maktabida o'quv yili o'z yakuniga yetdi. Ko'nglingiz to'ldimi maktabda? Degan bolalar Logosdan xursandmiz. Bolalar ikkita farzandlarim shu yerda o'qishadi. Xursandmiz. O'qishlari yaxshi. Jiyanlarga ham tavsiya qilganmiz o'zimiznikilarga. Ko'pchilik shu yerda o'qishadi. Qo'shnilarimiz. Yaxshi Logosdan xursandmiz. Qizim juda xursand holda maktabga tashrif buyuradi doim. Bizga juda ham yoqdi. Boshqalarni ham albatta taklif qilgan Meni bo'lardim. bolam juda ham bilimga, yaxshi bilimlarga ega bo'ldi. Odobli, aqlli bola bo'ldi. Hammani shu yerga olib kelib bolalarini o'qitishni xohlayman. Hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, niyatiga yetsin. Hammaga tavsiya qilaman. O'g'lim juda yaxshi o'qiydi bu yerda. Juda yaxshi o'qiydi. Rahmat, ko'nglim to'lgan. O'shaning farzandlarimizni olib kelamiz. Yaxshi o'qishyapti. Bu jamoaga katta tashakkur bildiraman. Sog' bo'lsin. Assalomu alaykum avvalambor. Albatta, maktabimiz juda yaxshi ko'ramiz. Pachimuchkadan shaqa shu yerda o'qishadi bolalarim. Xudoga shukr, zo'r, hammasi yaxshi. Ustozlarimizga rahmat. Albatta tavsiya qilgan bo'lardi. Yaxshi o'qiyapti, ilmlari kuchayyapti. Mana nevaramni olib keldim, hozir mana maktabda birinchi. Men xursandman. Hamma kelsin, o'qisin shu yerda. Sizlarga ham rahmat.